$100 yutdim deb o'ylaydi, o'zi aslida $200 kuydi. Ehtimol bunaqa g'irrom ishni qilayotgan savdogar soqoli bor hojakadir. Ehtimol namozxondir. Ehtimol xayr saxovat qiladigan qo'li ochiq odamdir. Bunaqa odamni qilgan duosi ham ijobat bo'lmaydi, namozi ham qabul bo'lmaydi. Eshitib qo'ylar shu narsani. Yolg'on ishlatyapsizmi? Duoingiz ham o'tmaydi, sadaqangiz ham o'tmaydi, namozingiz ham o'tmaydi, duoingiz ham ijobat bo'lmaydi. Zo'r ekanda, $1 million yolg'on bilan topib turib, 100 mingni sadaqa qilib qo'ysangiz, bu yerda 900 ming foyda qolib ketaverasizmi? Voy birodar, shuning. Bunaqa yo'l bilan savdo qilayotgan akalar, sizlar ochiq haromda bilib turib, qasddan qilyapsizlar. Allohning dini bilan o'ynashmanglar birodarlar. Buning oqibati chatoq bo'ladi. Nima? Sizlar uchun dindor bo'lib ko'rinish, soqol qo'yib tasbih yugurish, masjidga yugurish, bu nima? O'yinmi?